Assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar? Yana mini qozonimizda yangi osh pishiramiz, ovqat pishiramiz. Qarab o'tiringlar. Guruncham yuvib damlab qo'ydik. Sabzilar doğralgan, go'sht, piyoz saldik. Qozonimiz qizgan bo'lsa, hozir ko'ramiz. Yog'ga go'sht solib ko'raylik qani. Qizibdi. Qozonimiz qizdi, yana go'shtlari soldik. Yaxshilab qovuramiz. Mini qozonimizda qovuramiz. Go'sht solib qovurdik. O'tirgan yerda yana uyda o'tirib, bemalol sovuqlarda gaz bo'lmagan vaqtdan pishiraverasizlar o'rtoqlar. Mana go'shtlar qovurilayotir, qopqoqni qo'yib turamiz. Go'shtimiz qovurgandan keyin piyoz solamiz. Yine badrinimiz ham açık göremiz. Hozir salyonni beklavadik, qani ta'mini chiqib bo'pti ekan. Bugun ham açık göremiz. Go'shtimiz big'ildab turibdi, bulab turamiz, kuyib qolmaslik uchun. Jonli qizadi bu. Go'shtimiz pishib turibdi. Yaxshilab pishsin. Tavuklarınıza doğru aldınızlar. Bugün 3. gün bazardan barıp tavuklarınıza hozir vaqtında okul urunglar o'rtoqlar. Kim uyda tavuk bo'lsa aytmadi demanglar. Bozorda tavuk bozor o'tadigan joyda Zeynepjonda barib alinglar, vaksina tavuklar qishda yuzakdan tavuklar o'lib qoladi-ku. Shuning o'lmasin shu tavuklarınız. Go'shtimiz yaxshi qizoryapti yine. Ana chaqirlab boshladi. Qizib. Ana bardab turibdi. O'tirgan yerda pishiraverasizlar. Qarın mamalar addimam kerak ekan bu vash. Ana. Go'shtlar ajoyib bo'lib pishyapti yana. Ana. Qizarib pishyapti. Qaynab pishdi yana. Salyonni badrinimiz ham açık göremiz bugün ishga keldi ekan. Gurunchimiz ham me'yorina kelib xo'shroq bo'lib turibdi yana. Qaynan suvda ezib, zat ko'pmas, suzma palov bo'ladi endi xudo xolasa. Go'shtimiz qizardi yana, qip-qizil bo'lib xo'shroq bo'ldi. Endi piyoz solamiz. Yana piyozimizni soldik. Piyoz bag'ari soldik. Qizarishini kutamiz. Piyoz qizarınca kutamiz endi. Yana piyozimizni soldik. Hurmatli obunachilar, yana piyozimiz ham xo'shroq bo'lib pishyaptir. Ko'rdingizlarmi yana? Yaxshi bo'lib qizarib, so'ragandan keyin xudo xolasa sabzini solamiz. Olib pishmadi.
ortaqlar, indi piyazımız chiroyli bo'lib, qizarib, xo'shroy bo'lib chiqdi yine. Yani ajoyib bo'lib pishdi. Endi bunga sabzi solamiz, sabzini. Yani sabzi solamiz. Sabzini solamiz. Sabzini solamiz. Sabzi solamiz. Aralashtirib beramiz yog'ini. Yana bir zaman koyamiz. Yani sabzini solib koyduk. Birinchimiz ham yana tayyor bo'lib turibdi, ajoyib bo'lib, dumbardab turibdi yana. Xo'shroy bo'lib. Sabzini soldik endi, xudo xolasa. Sabzi soldik o'rtoqlar. Biz ham pisha geldi yine o'rtoqlar. Sabzimiz bir zaman pişsin. Yani keyin gurishini demleyimiz xudo xolasa. Zamine pişti o'rtoqlar. Yani ajoyib bo'lib pişti. Endi bunga birinchi solamiz. Yuvib qo'ygan birinchimiz bor, shuni solamiz hozir. Yani ve de solamiz yine. Çünkü teyini suv solamiz, üstüne solamiz. Aynen o'rtoqlar. Birinchi solamiz. Dimlab qo'yibmiz birinchimizni. Üstüne solamiz. Yani Süzme palov degan ekan shu. Birinchimiz ham chiroyli bo'lib turibdi. Teyine suv salmaslık gerek. Teyine suv salsa gashin şilesi yok köpeyadidan adamın dimog'ini qisadi. Shuning uchun teyine suv salamiz. Yani bundan üstüne su ozgina duz sepamiz. Yine duz sepdik. Duzunu sepdik yine. Endi o'zimiz neyimiz o'rganib qolganmiz shu normadagi duz shu. Yani bunun üstüne qaynab turgan suv salamiz o'rtoqlar. Aylantirib salamiz suv. Birinchi üstten çıkışı gerek. Yani oldu. O'rtoqlar endi hazır. Birinchimiz qaynab turgan edi suvimiz. Qaynagan suv soldik. Yani ajoyib bo'lib qaynab pishadi hozir. Suv kam bo'lmasin, yana ozgina solamiz. Bo'ldi. Birinchimizni soldik. Yani o'rtoqlar palovun birinchisini soldik. Do'stlar kamroq ekan, ozgina yana solamiz. Bo'ldi. Qopqog'ini qo'yamiz. Qo'ydik. Birinchi qaynagandan keyin ochamiz. Palovimiz pishdi. Ajoyib bo'lib yine. Sadda zo'r bo'ladi. Teynam olmaydi ekan bu yine. Go'ymadi teylar ham yine. Tapday ajoyib. Qirg'ish ham olmaydi ekan bu. Yaxshi ekan yine o'rtoqlar. Gördüğünüzlerme palavımız pişti. Endi süzemiz. Yine süzüp aldık. Göçlerini ötürsek, xudo xolasa. Yani palav tayyor. Yani. Endi salyonni badrinimiz ham açtık. Hani yaxshi ekan, manchik ekan deb yine salyonni badrinimiz ham dim ajoyib bo'libdi. Bundan probat ko'ramiz hozir.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like'lara basıp, obuna bolinglar, o'rtoqlar. Ishini qozondan satib olinglar. Reklama etib turibmiz yine, o'rtoqlar. Aman bo'lg'aysizlar, Xudoyim, oltin boshing'iz aman bo'lsin. Like basıp obuna bolinglar.